Jahon chempionatida ilk yarim finalchi aniqlandi. Musobaqaning asosiy favoritlaridan biri Fransiya Marokashni taslim qildi va keyingi bosqichga yo'l oldi. O'yin to'liq Didier Deschamps jamoasi ustunligida o'tdi. Bahs avvalidagi ketma-ket hujumlardan keyin fransuzlar penalti ishlab oldi, biroq Mbappening zarbasini Yasin Bono bartaraf etdi. Ammo ikkinchi bo'limga kelib fransuzlarning zarbalari golga aylanishni boshladi. 60-daqiqada Mbappe baribir maqsadiga erishdi va jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Oradan 6 daqiqa o'tib Usmon Dembele ham vaziyatidan unumli foydalanadi va hisobni mustahkamladi. 2-0. Shu tariqa Fransiya yarim finalga yo'l oldi. Mbappe jamoadoshlari bu bosqichda Ispaniya-Belgiya juftligi g'olibiga qarshi maydonga tushadi. Mazkur uchrashuv esa Toshkent vaqti bilan 11-yilga o'tar kechasi 00:00 da boshlanadi. Aytgancha, Mbappening mundialdagi gollari 20 taga yetdi. U buning uchun 20 ta o'yin safladi xolos. U 21 ta gol urgan Messini ta'qib qilishda davom etadi.